Hej och hammaga karan. Hej. Yo'mayo. Hey hammaga salom do'stlar, qadrli voy bo'ladi nima deyapman jola. Hey hammaga salom qadrli do'stlar, sizlar bilan Kamikadandarim Thunderbolt shkop o'yinini o'ynab ko'ramiz. Ya'ni nima degani bu shkop desalaringiz bo'lar. Bu do'kon o'yini. Ha. Do'koncha do'kon o'yinini o'ynab maza qilamiz. Sen ishtabi pulkingiz bonus XL. Bizda promo kod yo'q. Hech nima yo'q. Tak. Bizga o'rgatyapti. Tak. Bu kiradigan, bu o'rgatadigan, bu ishlab oladigan. Do'konda to'g'risiga bor ekanmiz. Aha. Tushundim. Nega tushundim? Tashlaymiz. So'q qilamiz bola. Tak. Buni Qanaqa qilamiz? Aha. Tushundim. Narx qo'yish kerak. Davay $2 insof qilib sotamiz. Biz insofli biznesmenlarmiz. Bu yer kassa ekan, tushundim. Biz kafe restoranidamiz, ya'ni. Biz har balobatarlarni sotamiz. Kelyapti klient. Klient keldi. Oh. $9.1 $12 ha. $9.5. Aha, rahmat. $9. Qayta berib berish kerak bu odamga. Qayta berib bermasa rozi bo'lmaydi bu odam. Men bilaman, sochli kalabaki bizda tanishib. Nima beri? Do'kondan sotib olar ekanman. Menga tushundi. Yo'q, kelaversin, biz ungacha arov qilamiz. Hisoblab turamiz. Oppa yaxshimisiz? So'llar yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bola chaqa degandek hammasi yaxshi yuribdimi? Bo'ldi. Ko'ngilga xotirjam qilavering. Mayli, yana kelib turing. Opa, do'konimiz bo'shagandi. Hozir zakaz keladi 28 soniyada. Ishoring. Qahva olasizmi? Bo'ldi, gap yo'q. Pulni berib ket. Opa, pulni berib keting. Bola chaqam bor meni ham, ha. Opa, unaqa insofsiz bo'lmang, pulni berib keting. Mayli, teshib chiqsin. Mayli, yana ko'rishamiz. Bari qiziq ko'ylak sizga yarashmagandi. Tak korobkani o'char ekanmiz. Narxni 5 barobar qimmatga sotamiz. Biznes foyda ko'rmasak bo'lmaydi. Achki kelyapti mana aka shkop akalar bu sportsmen ekansizmi, brata? Qattiq yo'q, siz sportsmenga o'xshamaysiz, lekin yo'q, sportsmenga o'xshar ekansiz. Просто hazillashyapman-da. Sportsmenga o'xshamaydi. Ha, yana kelib turing. Prichoskalaringiz o'ylay aka. Qanchadan bo'ldi? $9.22. Bo'ldi, gap yo'q. Chekini olib ketmaysizmi? Yo'q, rahmat. Qo'lingizga igrat ha. O, batarik. Qiz bo'laversa, o'g'il bo'laversa. Nechinchi sinfda o'qiysan? 5. Bo'ldi, ukajonim. 5 bo'lsaga yaxshi. Opa, boya qahvani pulni berib ketmadingiz. $9 bo'ladi sizda, $22. Men bilmayman. Ha. Qahva pul, aha. $25 berishim kerak bu bratga. Men yana kelib turing, brat. Qahva paralari pulni to'lab ketavering. O, romantika, men sizlarni ham bilaman, tushunaman, albatta. Tak, kupi. Tak, buni qarasak-chi, $100 nima olsam-ekan? Bizga shkop narsalar kerak. Buncha pul yo'q ekan. Bitta shuni olib turaymi deyapman.
Bizda buncha pul yo'qmi? Mavjud emasmi? Bo'ldi, tushundim. Uzr. Kechiringlar, $11 bo'ladi. Bratishka $11 bormi? Yo'q. Albatta. $5, 1, 2, $3, 50 sent, 5 sent bilan qo'shib beraman. Menga qarama ko'zoynak. Basharangni buzib yuboraman. O'zicha bu tirichay qilib turishyapti. Bo'l. Yoshsan, bolam, qaqa sho'shasan. Qaqa yo'shasan, ha? Aytchi, qaqa sho'shasida. Hali ko'p umring, menga o'xshab kam bo'lsa o'zing tushirasan. $9, 22 bu ekan. Bu biznes. Biznesga ukajonim. Dasiri yo'q, ha? Shapkali toj. Umringga to'qi tavog'ingga qo'shib chiqmay tag'in. Bratishkamsan, bilib qo'y, dadagi hamma siringni aytmaganman. Sigaret chekib yurishingni. Qisib yur. Bu qiz bo'lamidi? Men bilmagandim. Voy. Kechira qol. Ana shu aytib yubordim. Sevgilingiz tashlab ketdimi, brat? Xafa bo'lmang. Sizga bir kuni quyosh chiqadi, ishoning. Faqat hozir bas. Cho'ta. Produkt topasa bo'lmaydi. Produktni tugab qoldi. Menga marpozan kerak. Xo'sh, bella bo'lar. Bitta shkop bo'lay. Qolganiga ponchik olaman. Ponchik sotaman. Buncha pulimiz yo'q ekan, bo'lar. Kecha 25 daqiqada 25 soniyada kelar ekan. Brat, biz pul moriyada tushunyapsizlarmi? Yarim tun tushyapti. Mancha yo'qsa ham bo'ladi, odam yo'q. O'zi yo'q pulga ekan. Nima deyapti bu? Yo'q deysanmi? Safsiz ko'rasizlarmi meni? Bakeri shopping degan, ya'ni bu meni qahvaxonam ko'ryapsizlar. Qanday chiroyli joyda. Odamlar kelib, bizni dastavkamiz kelibdi bo'lar. Yana bitta dastavka kelishi kerak. Quyosh chiqishni boshlayapti bolalar. Biznesni ochmasak bo'lmaydi tezroq. Tak. Qizil kofe bor ekan, $2 ekan bu. Yo'q buncha. Namchi qimmat. Mayli, shu bola bizlar ham kuchab ketamiz. Bir daqiqa vaqtim ketdi, umrim ketyapti. Do'kon ochish kerak. Biznes qilishimiz kerak. Biznes. Biznes qilmasak, soqoq qilmasak bo'lmaydi. Tirikchiligimiz o'zi shundan bo'lsa. Bizlar ham biznes qilib takoy mini marketlarda biz ham bozor qilib takoy kuchayib ketishimiz kerak.
Yo bu yo'qmi bolalar? Aytinglar. Bizni do'konimizga xush kelibdi deydi habaga. Ocholmaymanmi? Nima deydi? Ha, shunaqa demaydimi bu? Men ana uni bosib yotibman. Yo rahmat. Reklama ko'rish jonga tegadi. Kelinglar, meni qahvaxonamga kelinglar. Oy bratishka, ko'zoynakli, yur. U yerda issiqroq qahva bor, pecheniya bor. Ertalabda yesang, lekin maza qilasan. O'ylab ko'rlik-ki, bolajonim. O'ylanib ketdi. Ko'zoynagingga skeyter tomog'ingga qo'shib. O'zi yoqmayotgandek, o'zi turishingdan ko'rinib turuvdi. Men do'konni ochmabman o'zi. Bilmabman. Kelin kelyapti. Kelin. Bolachasi bilan kelibdi. Figurani qarang. Yuqi. Bratishka. Bitta dora kasha oldingmi? Balades. Kasha yesang, kuchayib ketasan, muskularing chiqadi. Hayot yashash turishing ham qiziqadi odam. Tushundingmi? Bo'ladi. Opa, xafa bo'lmang. Siz meni ustozimga o'xshab ketar ekansiz. Yo'q, rahmat. Xo'p, rahmat. Bu reklama. Opa, qanday qo'matingizga oyog'im? Eriz nima deydi? Bu eriz gapirmaydimi? Bir kiyim olib bersa bo'lmaydimi? Pastmi shunchalik eriz? Yo, kiyim olib beraymi o'zim? Xafa bo'lmang. Chiroyli ayolsiz. Ha, ketib. Shu shapkang o'tgan gal yo'qmay turuvdi. Yuzing ham yo'qmay qolyapti. Qizalog'im, kechiring. Cristiano Ronaldo. Messini qaranglar, bola Messi kelibdi yo'limga. Messi, Cristiano Ronaldo. Esingizdan chiqarmanglar. Cristiano Ronaldo baruzur. Sui. Buncha paspomam. Cristiano Ronaldo menga selfie qilib beruvdi. Messi bu daraja pastda bo'ylamagandim. Tak, bolajonim, $2 mi? $2. Son portsina. On. Bolajonim, nima olasan? $14. 28. Opa, qanday qo'madizga chiroyli oyog'im. Figura degan yo'q. Opa, yaxshimisiz? Neger bolalari yaxshimi? Quyoshda kamroq yurib, oppoq bo'lsin. Bu bolani bir qayerdadir ko'rganman yuzini. Qayerda ko'rganim esimda yo'q. Messi, sen ham keldingmi? Nima olasan, bratchikam? Sigitiki. Turishingga qo'tag'im, achkingga skey, nega nasrening yo'q, haromi? Bor yo'qol qo'shqa qo'rinman qorayni. Onaxon yaxshimisiz? Aylanib ketay, kasha olyapsizlarmi bu nevaralarga? Yaxshi qilasiz. Kashani zo'ri bu. Quyoshda kamroq yurgin, ranging pesga o'xshab qopti. Negalarga yaqin bo'lyapsan. Xafa bo'lma. Brat, shu quloqchilaringizga kam qilaman-da, to'g'risi. Biron quloqchiq sotib olamanmi deyapman. Yaqin kelajakda. Sog' bo'ling, yana gaplashamiz. Sizni ko'rsam bor-ku. Ichimda-ku nimadir-ku uradi-da, ishoning. İçimga nimadir his qilaman. Muhabbat desam ishoning. Brat, sochlaring menga bitta zo'r narsa bor-da. Soch o'sib chiqadigan bor. Olasizmi? Kengiga ketib olib beraman.
kamroq pul olib kelsam bo'lmaydimi bolajonim? Buncha pul bilan men Amerikaga borib kelaman. Shu? Ha. Bugungi daromadimiz zo'r bo'ldi qo'llar. Bizga hozir bu kerak emas. Bizga ko'proq bitta ponchik zakaz qilaymi deyapman. Qani necha daqiqa? 1 daqiqadan keyin olib keladi. Bugun yana qorong'u tushdi bolalar. Qahva ham tugab qopti. Lekin bu pizit qimmat-da. Bilmadim, menga bu foyda olib keladimi o'zi? No'xatak bularni ko'taraman-u hali so'q qilishimiz kerak. Pasilga ketdi. Brat, sochlaringiz o'sib chiqsa iloyim, yana kelib turing. Bu yerda bozor bor ekan. O'yin markazi. Bir sayohatga chiqib kelamiz deyman. Qani dastlabki? Yo'q. Tak. 5 korobka zakaz qilamiz. Bundan davay nechta o'zi yetyapti bizga? Bitta yetar ekan. 2 daqiqa bizga vaqt yo'q uncha kutish. Bizga dastavka kerak. Shkop. Tanka. Bizga pul kerak. Biznes qilmasak bo'lmaydi. Quyosh уже chiqyapti. Dastavka kelmasa bo'lmaydi. Siz qanaqa bir xudbin odamsiz? Bu yerdagi marojda brat, marojda tugab qopti, aytmaysizmi? Lekin baribir pul olib bermayman. Ne biznesim shuni tagidan. Meni do'konim shu yerda. O'zingizni rasxodingizga qiling. 1, 2, 3, 4. Burada 5 korobka, 6, 7 korobka, mayli 7 korobka. Tamam, güzel. Bo'ldi. 3 daqiqadan keyin keladi. Biz buni narxini ko'taramiz. Bularni ham narxini ko'tarish kerak. Bo'ldi. Qancha $214 ishlagan ekanmiz. Lekin zo'r bo'ladi. Biznesimiz ochiladi. Kelinglar. O brat, yana kelasizmi? Keling, dasturxonimizga xush keling.
Ajoyib ponchiklar kelgan ha. Ponchiklar kelgan, qanaqadir bir shirinliklar olib kelganman. Qahva juda qopti. Balki foydasi bordir bu ham. Keling. Nimadan olmoqchimisiz ki? Sizni sol quloqchanlaringiz bilan sochlaringizga o'lay. Sizda mard erkakini ko'rmaganman. Ayol sifatida. Ayol to'g'ri tushmang. Siz Jokerni kinonisini ko'rmaganmisiz? Birar sizda Jokerga o'xshataman yuzingizni. Ha? Boy yaxshimisiz? Qaddi qomatingizga o'lay. Figurangizga gap yo'q. Yomon xayolga bormanglar. Albatta pok. Biz halol odammiz, harom emasmiz. Birovni ayoliga ko'chiktirib, tekkizmaymiz. Uylanmaganmisiz? O'zingiz yo'q ekanmi? Bak, o'qituvchisizda gap yo'q, sizdagilar ko'payib ketsa hamki diplomlilar ko'payib ketadi. Yaxshisi halol ishlaydi. Shu halol odamni rizqi halol bo'ladi deyishganman. Ta'til bo'lsin. Ha, tirjangan bashara keldingmi, bratishka? Otang shuncha pul berib yuboribdi. Biron kishi urib o'ldirib, pulingni olib ketmaganiga hayron bo'lyapman. Sen o'zi turqing yo'qmaydi, lekin puling yo'qadi. O'ylab qol. Ha. Onaxon bolalarga endi bugun rosa masta qildirar ekansizda. Bu yo'q, brat, bilan xayr, rachot biz, brat. $5 dedi bratishka 72 sent bilan qo'shib olaman. Endi ishingga bor. Turbatda. Bugun biznes ko'rasizlarmi, bolam? Shunaqa qilib biznes qilmasak bo'lmaydi. $72. Soqali biznes shunaqa bo'ladi o'zi. Ha, shunday. $8 berishim kerakmi? $8.50 sent. Quyoshga kamroq bering. O'tirasizmi? Xo'p. $11.44 sent. Ha. Kelib turing. Biroq bugun biznesimiz yaxshi. Ana bo'lyapti. Ha, o'zi kechiring. Ko'rmabman pochinkingizni. 28 sent berishim kerak. $6.44 sent. $19.44 sent. O'lib ketay. $4. Sochingizga soch qo'shilsa jigarim. Xafa bo'lmang, sizlar ko'p. Sartaroshga borib tekinga alam qildirasiz. Ekonomiyasiz, brat. Xafa bo'lmang. Bratishka $38 berishim kerak senga. Adashganim uchun bitta urmading meni. Onaxon o'zingizmi yaxshi unda. Yaxshi. Buni biz sizdan kap qiling.
Ich bırakın 56 sent. Ha. 21 doları 72 sent. Baklı bu gidemiz. O kuraslar bolaşko. Sokkali işte bu. Dokun mukun uçuş kere hayatta am. Çota kire zor keler ki. Dasaf kabızam ozu keladi. 17 dolar. Uzur birat. Uzur 17 dolar. 22 sent. Hayajonlanib ketdim to'g'rishining. Messi. Uyalmaysanmi ponchiklarimni sotib olyapsan. Cristiano Ronaldo bari zo'r. Esingizdan chiqarmanglar. Cristiano Ronaldo. Yigirma besh dolar. Oppa qahvali ichdingiz. Yaxshi. Siqilmang hayotda. Hamma narsa yaxshi bo'ladi. Shu nevaralar bo'lmasa porqa hayot ham qiziq emas-da. De. Yo, biz hali tugatmaymiz. Och. Odam tugapti. Mayli. Bugunga tugatamiz. Bugun 400 dolar ishlabmiz. Tezroq qo'ymasam bo'lmaydi, xaridorlar kelyapti. O'zi payt emas. Ula sharmandalik. Tezroq ochmasak bo'lmaydi. Men ahmoqlik qilib qo'ydim sal. Vaqt yo'q. Keyinroq qilamiz. Ой, hamma yer partik. Do'konni ochmasam bo'lmaydi. Keling brat. Xayolga o'tib ketdi. Chaqo harakat qilamiz brat. Ayol 20 dollar bo'lsa-da. Ha, biz juda tez ishlaymiz edi. Klientlar ko'payib ketyapti. Shu uchun biz tez ishlamasak bo'lmaydi. $6 28 sent ya. Opangga rahmat deyishi kerak.
Okay yaxshi yuribdimi? Mendan salom aytib qo'yibdi. Ha. Cristiano Ronaldo bordi, Messi. Ha. Sen o'zingni aslzodalardek his qilyapsanmi? Oho, bu ko'ryapsizlar bolalar. Biznes, bu biznes deyishiradi. Bolalar ko'ryapsizlarmi? Soqa. Pul more bo'lib kelyapti. Ha. $2. Opa yaxshi bo'lishi kerak. Quyoshda ko'p yurmaydi bu. Lishni shu limon bilan sursangiz agar o'tib ketadi hamma narsa. $19 berishim kerak. $19.44. $1000 ishladik bolalar. $1000 bugunga $1000. Nuqta 60. Tak $8. So'q bo'l keling ya. Biz matematikani zo'r o'qiganmiz vaqtida. Ustozim malades deyardi menga qarab. Maktabda biz zo'r o'qiganmiz vaqtida. Cristiano Ronaldo hayron bo'lardi bizga. Bular shunaqa bo'lar ekanmidi? Taqsad olgan hatto menga ishonasizlarmi? $17 16 sen. Unaqa? Ha. $11 44 sen. Nimadirlar o'lishyapti. $21 40 sen. $19. $17 16 sen. Kelib tur, sassiq. Hamma narsa ship-shillon qilib ketishibdi. Xalqqa qarab baqiraymi? Voydod.
Pullarimni shilib ketishdi. Voydod, voydod, xaloyiq. Chiqindilarni olib tashlaylik. O'g'rimiz tugilmasin endi. Videoning nomini nima qo'yamiz bolalar? Aytinglarchi, bir tavsiya. Tashlayveramiz. Bizga produktlar kerak. Produkti 23 soniyadan keyin keladi yana. Dostavka. Razmerni kattalashtirayman. Yana bitta xona sotib olaymi deyapman. Kengaytiradi endi bu. 15,000 ham bor, litsenziya bor. Mana o dostavkam keldi. Tezroq quyosh chiqyapti уже. Tezroq birinchi boshlamasam bo'lmaydi. Juda tez ishlaymiz. Bizdan mijozlar norozi bo'lmaydi, rozi bo'lib ketadi. Norozi esa bunga qaytib kirmaydi. Chunki bu biznes. Biznesda tartib-beshlik o'tmaydi. Tak. Mebel olmasak bo'lmaydi bolalar. Mebel bizga kerak. Mebel qani o'zi? Nima ekan bu? Yana bitta ponchik choy olaymi? Nimaniki ekan? Bu xolodilnik ekan. Kola olinib turadi. Bitta shundan ham olaymi-ku bo'lsa? Nima deysizlar? Keyin $300 keyin olamiz endi. Bolalar, короче, videoni shu yerda tugatamiz. Bugungiga soqali biznes bo'ldi, gap yo'q, bo'lishi mumkin. Dastavkalar ham kelyapti. Asosiki. Hammaga xayr. Yana keyingi sonlargacha uchrashguncha deb qolaman. Ertaga yana davomini chiqaramiz. Like, kommentariy bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.